umr o'tadi, shu umr yo'qotaverar ekansiz. Oxirgi xatolarimiz 400 ming, 500 ming, 600 ming dollarga tushganda masalan, holatga qarab roli o'zgaradi. Mana shu M-Factor loyihamizni Hasan akam bilan 2017-yildan boshladik, juda zo'r ketdi. Mana shu ta'lim loyihani qarzi majburiyati 600 ming dollarga chiqib ketib qoldi. Kredit bo'lmasa ish boshlay olmayman desangiz, u noto'g'ri. O'sadigan davr 30, 35, 40 yoshga qarab o'sadi. Bizni o'ldirmagan xatolar bizni kuchli qiladi. Assalomu alaykum Husan aka. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingizdan minnatdormiz. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi Deli kompaniyasi M-Factor biznes maktabi asoschisi, tadbirkor Husan Mamasaidov. Assalomu alaykum, taklif uchun rahmat. Bugun sizdan muvaffaqiyat sirlaringizni emas, aynan muvaffaqiyat evaziga nimani yo'qotganingizni so'ramoqchimiz. Muvaffaqiyat evaziga nimani yo'qotganimiz bilmadim endi. Umr o'tadi, shu umr yo'qotaverar ekansiz-da. Eng asosiy bir xil loyihalar zo'r bo'ladi deb 3 yil, 4 yil, 5 yil umringiz ketadi-da, keyin kutganingizdek bo'lmaydi. Keyin orqada bir tahlil tafakkur qilsangiz, mana shu qilgan xato bu o'sha bosib o'tilgan dars bo'ladi-da. Qaytara olmaydigan narsangiz pullik o'rnini to'ldirsa bo'ladi. Qaytib ishlab topsa bo'ladi-yu. Ba'zida sog'lig'imiz ketgan holat bo'lgan, ba'zida shu hozir shu bilim bo'lganda shu ishni qilmas edim degan bir fikr, tahlil, tafakkur bo'ladi, lekin men mana hozir 48 ga kirgan bo'lsam, bolalarim, katta farzandlarim 26, 27 ga kirdi. Bolam, men shu xatoni men qilganman, sen qilmagan. Men mana shu ilmni sani yoshingda bilganimda, men buncha vaqtim ketmas edi, men buncha umrim xato yo'lga ketmas edi deb men farzandlarimga, ham shogirdlarimizga bugungi kunda yo'nalishlarni rahbar qilib qo'yganmiz. Bularga beramiz, mana buni qilgin, mana buni qilmagan. Biz chunki bunga eng katta yo'qotganimiz baribir to'g'ri pul bilan ketgan 100 ming dollar, balki 200 ming dollar yo oxirgi xatolarimiz 400 ming, 500 ming, 600 ming dollarga tushganda masalan umr davomida, lekin mayli ularni o'rni to'ldi, yopildi. Ko'pi kreditlarga borib taqaladi, o'shaning uchun. Lekin hozirgi bilimim bo'lsa nimani qilardim, nimani qilmasdim deb ham o'zimizni mana korxonalarimizga rahbar qilgan shogirdlarimizga aytamiz va eng yaqin insonning farzandi bo'ladi. Bolalarimizga o'rgatamiz shu. Husan aka, odamlar sizni ko'proq tadbirkor sifatida taniydi. Siz esa o'zingizni asosan eng ko'p sinovdan o'tgan rolingiz qaysi deb bilasiz? Ya'ni o'g'il, aka yoki ota yoki rahbar. Rol insonni har kuni holatga qarab roli o'zgaradi. Ota-onaning yonida farzand rolini o'ynaymiz. Ayolimiz yonida turmush o'rtog'i rolini o'ynaymiz. Farzandlar bilan bo'lganda ota, korxonada bo'lsak rahbar bo'lamiz. Aka-ukalarimiz yonida aka-uka bo'lamiz. O'shaning uchun bu insonni bir chambarchas, bu bog'liq joyi. Davlat rahbari xalq qo'lida davlat rahbari bo'lsa, uyda yo ota yo turmush o'rtog'i vazifasini bajaradi-da baribir. Vali shlyapa degan ibora bor, o'sha shlyapani yechasida o'sha rolni o'ynaysiz. O'shaning uchun u vaziyatga qarab eng ko'p o'ynaganingiz, endi ishda bo'lsak ko'proq bu rolni o'ynaymiz. Aka-ukalar orasida aka-ukalik vazifamizni bajaramiz. Sherik bo'lamiz tijoratda, sheriklarimiz oldida. Yoki masalan biz Hasan akam bilan ko'proq tadbirkorlarning oldida Xudo bir ne'mat qilib bergan ustoz maqomida bo'lib qolamiz, ya'ni bilim beramiz, tajriba bo'lishamiz. O'shaning uchun rol ko'p, yoqadigan rollarimiz bor. Menga masalan o'zingizga tadbirkorlik roli yoqadimi, ustozlik rolimi desa, biz maza qiladiganimiz ayniqsa 40 yoshdan keyin, 45 dan keyin hayotiy tajriba to'plagandan nimalarimiz bu ko'proq ustozlik maqomidagi narsa umr uzoq bo'lar ekan. Tadbirkorlikdan ko'ra, boshqasidan ko'ra degan bir fikrga kelganmiz. O'shaning uchun meni o'zimga bugun shu ortingdan nima qoldi desa, bir ilm, bir maktab, bir nimasi qolsin deydigan, menimcha shu tajriba beradigan bir ustoz maqomi ko'proq zavq beradi, agar shu ma'noda savol bo'lsa. O'tgan umringiz davomida qaysi rolda ko'p sinalgansiz? Sinalganimiz bo'lsa, endi sheriklik rolida sinalamiz.
sherigingiz oldida bir vazifalaringiz bo'ladi. Tadbirkor rolida ko'p sinalganmiz. Menimcha moddiy sinalganlarimizni hisoblasak, tadbirkorlik rolida ko'p sinalganmiz-da. Chunki eng ko'p yegan kaltaklarimiz shu sohada bo'lgan. Tijorat ichida 97-yildan beri bo'lsak, mana 29 yil bo'libdi. Menimcha eng ko'p sinalgan rolimiz tadbirkor sifatida. Chunki ota-ona sifatida farzandlarimizga Xudoga shukr, oldimizga qo'yilgan orzu, maqsad, ta'limi, tarbiyasi alhamdulillah Xudoga shukr hech qaysi bir kamchilik, muammo bo'lmadi. Ayolimiz oldida ham Xudoga shukr oilaviy masalalar o'z yo'lida, lekin alhamdulillah Xudoga shukr yaxshi. Ota-onamizga ham duolarni olganmiz, aka-ukalarimiz oldida ham yaxshi. Sinalgan, ya'ni bizga qimmatga tushgan darslar desak, eng katta darslarimiz tijoratda bo'lgan, tadbirkorlikda bo'lgan. Sizningcha tadbirkorni pul emas, qaysi yo'qotish ko'proq sindiradi? Munosabat, ishonch yo'qotishingiz eng katta narsa bo'ladi-da, chunki pulni ko'p yo'qotganmiz. Biz 97-yil noyabrda tijorat boshlaganmiz. Birinchi olgan qarz olib tijorat boshlaganmiz. Birinchi qarzimiz dollarda bo'lgan. 10 ming dollarga bir dastgoh olib 1 yilda 12 ming dollar qilib beramiz desak, shu 97-99-yillarni boshidan o'tkazgan yoshi katta avlod biladi, o'sha payt dollar bahosi 5 barobar qimmatga oshgan. Bizga aytaylik, bugun kimdir bir 10 ming dollarga kobalt olib 1 yildan keyin 12 ming qilib beraman desa, kurs 12 ming, lekin 1 yildan keyin 60 minglik kursda javob berishga to'g'ri kelgan. U bizga qattiq sinov bo'lgan, bizga bir o'ziga yarasha dars bo'lgan, lekin bu payt biz yosh edik, 19 yosh edik, dadamiz rahmatli biz tengiydilar. Bolalarim bizni o'ldirmagan narsa bizni kuchli qiladi. Bu bizga bir sinov, bir hikmat deb o'rgatardilar. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin, ya'ni ishonch muhimroq. Shu insonga va'da qildikmi, dollar 50 ming bo'ladimi, 60 ming bo'ladimi, 100 ming bo'ladimi, ya'ni bugungi kundagi bahoda 12 minglik dollar qancha bo'lsa ham shuni berishimiz kerak. Bu bizga qimmatga tushgan hayot darsi deb o'rgatardilar. Lekin unaqa darslarni bu 30 yil ichida, 29 yil ichida juda ko'pini ko'rdik. 10 ming dollar, 50 ming dollar, 100 ming dollar, 400 ming dollar, 600 ming dollar, million dollardan oshiq qimmat xatolarimiz bor. Bilimsiz qilingan xatolar bizga juda qimmatga tushgan. Sog'lig'imiz ketgan, o'zimizga bo'lgan ishonch yo'qolgan, baland-pastlar ko'p bo'lgan, eng katta qimmatga tushgan bizani xatolarimiz shu noto'g'ri kreditlar, ayniqsa dollardagi, valyutadagi qarzlar bizga qimmatga tushgan. Uni alhamdulillah Xudoga shukr, keyin mana ilmini o'rganib, buni olma, bu noto'g'ri bo'ladi. Nimaga Qur'onda, nimaga nimada shunga qarshi nima qilingan, shuni uni hayotda buni darsini olgan inson sifatida sinalgan joylarimiz mana shunda deb bemalol men yoringiz bilan ayta oladigan insonman bugun. Hayotingizdagi qaysi muvaffaqiyat tashqaridan juda ham chiroyli va katta ko'ringan, lekin ichingizga umuman quvonch bermagan? Misol sifatida aytib bera olasizmi? Muvaffaqiyat mana shu, hatto mana shu M-Factor loyihamizni Hasan akam bilan 2017-yildan boshladik. Juda zo'r ketdi. Juda Xudoning barakasi, juda ko'plab insonlar bu dargohda ilm oldi. Bugungi kunda menimcha M-Factor loyihasini aynan ta'lim sohasida tadbirkorlarga ta'lim, yoshlarga hayot yo'lini, tijorat yo'lini o'rgatadigan bir ta'lim maktabi bo'lib xizmat qildi. 2022-yillargacha zo'r o'sdi. Zo'r o'sdi-yu, hamma ko'rsa, "O, rosa pul ko'p ekan" deb o'ylardi. Kelganda bitta masalan tadbirkorlar keladigan davra tadbirlarimiz aytaylik, balkim o'sha bir 100 dollar atrofida bo'lardi. Kelganlarlik pulingizni hisoblaydi-yu, lekin bizga qimmatga tushgan xatolar, qimmatga tushgan darslarni, sahna ortidagi bo'layotgan xatolarni, moliyaviy xatolarni kelgan odamlar ko'rmas edi. Men endi korxonaning moliyachisiman, ayniqsa banklar bilan munosabatda oldi-berdi, majburiyat, moliyaviy masalalardagi munosabatga mas'ul bo'lganligim uchun 2022-yil oxiriga kelib mana shu ta'lim loyihani qarzi majburiyati 600 ming dollarga chiqib ketib qoldi. Har oy 10 ming dollarda faraz qiling, siz bugun tijorat boshlaysiz, ayniqsa siz o'zingiz zo'r bo'ladi deb o'ylaysiz. Qaytaga ko'rganlar sizni muvaffaqiyatli deydi, lekin har oy qarzingiz, majburiyatingiz kattalashsa, bu o'ziga yarasha sinov bo'ladi. Va mana shu 2022
yil oxiriga kelib bu loyihani xalqqa qilgan, ya'ni odamlarga qilayotgan xizmati zo'r bo'lgani bilan ichki moliyaviy holati borgan sari minusi kattalashganda menga ham, Hasan akamizga ham ozgina bu o'ziga yarasha moliyaviy bir sinovlar kelgan paytlari bo'ldi, lekin Xudoga shukr, uni keyin bilimini o'rganib, keyin qattiq xato qilganligimizni o'rganib, 23-24-yilda 2 yilda to'g'ri bir maqsadni qo'yib, $600,000 qarzi yana yopib, lekin orada bizga qimmatga tushgan narsa menda ham, Hasan akamda ham haligi salomatligimiz ketishga nisbatan qaysidir ma'noda munosabatlarimizda bir-birimizga bir sinaladigan holatlarni o'tgan paytlarimiz bo'ladi. Bu 23-24-yillarga borib taqaladi. 2 yil mana shu qarz majburiyati yopildi, lekin orada sog'liq ketdi. Mana hozir meni ovozim xirillab chiqyapti. Menda ham, Hasan akamda ham onkologiya bo'ldik. Shitovidniy железа deydi, ya'ni rak bo'ldik. Bu bizga bir hikmati bor. Nima uchun men bemalol qo'rqmasdan, "Ey baraka topkurlar, qarzga kirmanglar. Ey baraka topkurlar, men bekitmayman, men shu orada shu loyihalarni kengaytiramiz" deb sal moddiy masalaga yetmaganda yana bir qaysidir joyda qalbim yo'q desa ham kredit olgan joyim bor. Shu kreditlar keyin nisbatan qarzlar ko'payib yopildi, ko'paydi, keyin yopdik. Bo'lmasa mana bank bilan juda ko'p ishlaganmiz. Alo deb hazillashib so'rasa, men 5 milliard, 10 milliard pulni zalogsiz kerak bo'lsa chiqarib beradigan darajada Davr bank biz bilan juda yaxshi munosabatdamiz, ko'p yordamga tekkan, lekin bugun orqaga qarab, hali ham Husan aka qachon kredit kerak bo'lsa desa, rahmat deyman. Sizlarga ham intervyuga kelishdan oldin aytibki, bugun meni tajribam bilan men bilamanki, kreditsiz ham ish qilsa bo'lar ekan. Shuning uchun bolalarimga aytaman, kreditsiz ham ish qilsa bo'ladi. Biliming bo'lsa, senga puli bor odamlar o'zi keladi deb ayta oladigan darajani balkim Alloh shu sinov bilan, shu nima bilan berdi. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganligim, bizga hayot zo'r o'rgatadi, qimmat oladi deydigan maktab ko'proq mana shu qarzlar, majburiyatlar, pulni noto'g'ri boshqaruvdagi nimani hayotimizda kichkina bo'lsa ham loyihada o'ziga yarasha sinovlardan o'tib ko'rib dars bo'ldi va buni zo'rligi biz haligi tabib emas, boshidan o'tgan tabib sifatida har qanday biznes egalari bilan, har qanday bugun biznesimni boshlayman deydigan sizlarni yosh avlod bilan bemalol nimaga olish kerak, nimaga olish kerak emas. Xato qayerda bo'ladi, ertaga qayerda xotirjamligi ketadi, qayerda sog'lig'i ketadini ichidan o'tkazgan inson sifatida men bemalol aytiladigan balkim darajaga keldik. O'shaning uchun bugun mana men pulni boshqarish ilmi, xotirjam hayot strategiyasi. Xotirjam nima? Inson qarzi bo'lmasa xotirjam bo'ladi. Inson yaxshi tijorati bo'lishni xohlaydi, lekin noto'g'ri qarzlar bilan sog'lig'i ketib qolishi, qalbida xotirjamligi ketishi, tijoratda sheriklar bilan munosabati buzilishi, o'sha eng qimmat bo'lgan resurs ishonch ketishi xavfi va uyqu ketadi, oilani munosabatlariga ta'sir qilayotganini bugun yon atrofimizda hammamiz guvoh bo'lyapmiz. Buni men ishidan o'tkazgan inson sifatida bilganligim uchun bugun tadbirkorlarga hatto shu tajribani ham bo'lishyapmiz. Baraka topkur. Hayot siz o'ylagandek 2 yildan, 5 yildan iborat emas. Tez biznes qilaman demang. Bilim bilan biznes qiling. Kredit bo'lmasa ish boshlay olmayman desangiz, u noto'g'ri. Kreditsiz ham bilim bilan ish boshlasangiz bo'ladi. Qachon bo'ladi desangiz, 1 yil, 2 yilda kredit olib, keyin 5 yil uni tegini tozalayman degandan ko'ra 1 yil, 2 yil tajriba olib, shogird tushib, kimnidir maktabda o'rgansangiz, kreditsiz ham kerak bo'lsa sherik qilib olgan mana bu yerda jamoamiz, xodimlarimiz bor. Sen pul tikmagin. Sana biliming bo'lsa, seni rahbar qilib qo'yaman, seni foydaga sherik qilib qo'yaman deydigan darajada bugun ko'p tadbirkorlarimiz bor. Faqat u sinaladi, faqat u vaqt bilan keladi, lekin biz shu yo'lni u tomonini, tangani bu tomonidan ham, bu tomonidan ham ko'rgan inson sifatida shu qimmatga tushgan holatlarni mana hozir siz ko'proq sinovlar nuqtai nazaridan aytdingiz. Men shu sinovlarni tadbirkorlik qirrasidan va moliyaviy balandpastliklarni ko'rgan inson sifatida hayolimdan o'tganini shunday filtrsiz aytib beryapman. Agar ertaga barcha bizneslaringiz
to'xtagan yoki umuman bo'lmasa, hozirgi o'zingizga bo'lgan ishonchingiz saqlanib qoladimi? Biza oxirgi 7 yil, 2017-18-yil, 8 yil bo'lar ekan. 2018-yildan bugungacha 20 ta, 30 tadan oshiq loyiha boshlab, 28 tasini ko'mib bo'ldik. Hozir ham qarayman, bir xil loyihalarimiz oldingi zavqi ham bermasa, yo moddiy o'zini bir qoplamasa, daromadga foydaga chiqmasa, qo'rqmasdan so'yib yuboradigan, yopib yuboradigan darajada. Ya'ni o'zimga ishonchim qaytaga ko'paysa ko'paygan, kamaymagan. Ya'ni biza 97-yildan bugungacha 10 ta, 20 ta emas, balkim 50 ta, balkim 100 ga yaqin katta-kichik loyihalarni qilib ko'rgan odam biza. Chunki har bitta loyiha vaqtingizga da'vogarlik qiladi. Unga jamoa ishlaydi, arendangiz bo'ladi, xodimlaringiz oyligi bo'ladi. Katta-kichik haligi gipoteza deydi. Tug'ilib bo'lganlari bor, sal yashab bo'lganlari bor, oyoqqa turib bo'lganlari bor va bugun qarayapman, mana shu 30 yillik tajribamizda 30 yil yashagan loyihamiz yo'q ekan. Bu degani bugun istalgan boshlanayotgan loyiha umri 5-10 yil yashasa ham katta gap bo'lib qoladigan davrga kelib bo'ldik. 30 yil, mana 97-yildan bugungacha 29 yil bo'lsa, 29 yil stabil yashab o'sib kelayotgani jab o'zi bitta ikkitasi qoldida. Qolgan bir 98 tasi tug'ilib yo 1 yil, yo 2 yil, yo 3 yil, yo 5 yilda o'lib ketayotgan loyihalarni ko'rganim uchun men ancha haligi fantastikalarga ishonmayman. Istalgan loyiha Alloh umrini uzoq qilsin, lekin bu tajriba maktabi. Bu A nuqtadan B nuqtagacha borasiz, keyin nimadir bo'ladi, chunki bozorda raqobat ko'payaveradi. Bozorda siz o'ylagan narsa siz o'ylaganchalik uzun bo'lmaydi. Uning uchun bilim kerakligini tushundik. Oldin balkim konvertatsiya yo'q zamonda siz qilgan ishni hamma ham qila olmasa, sizni yutug'ingiz bo'lgan. Hozir sizda bor 50-100 ming dollar, liboy odamda bor. Sizda o'zi kredit olib oladi u pullar. Sizda yo'q uskuna, xohlagan yoki sizda bor uskuna, xohlagan odam Xitoyga borib olib kela oladi. Dunyoni xohlagan davlatidan olib kela oladi. Ya'ni bugun ko'proq tadbirkorlikda bilim va tajriba gapini aytadigan davrga kelib qoldi. Ya'ni hammada bir xil puli bo'lsa, bilimi va tajribasi bor odamda nisbatan muvaffaqiyat ehtimoli kattaroq bo'ladi. Ayniqsa xatolar va tajribalar bilimi bor odamlarda nisbatan loyihani umri uzoqroq bo'lishini ko'ryapmiz. Masalan, uzoqqa bormaylik. O'zbekiston misolida eng zo'r loyihalar kim desa, birinchi bo'lib hayolimizga keladigan balkim Korzinkadir, Akfadir, boshqadir. Masalan, hatto Murad Buildingslar ham umri 10 yillik loyihalar. Nari bo'lsa, lekin Korzinkalar umri kerak bo'lsa 25 yildan oshiqroq loyihalar. Hatto ofis marketlar ham 97-yil ochilib, 2017-yilgacha bor yopilib ketdi. Masalan, keraksa 20 yil yashadi. Aytmoqchi bo'lganligim, hayot maktabi, tajriba maktabi so'zini aytadi. Bizda hozir eng katta resursimiz bu qaytaga ishonchimiz ko'pligi, xotirjamligimiz borligi, hatto ishlamasak ham bizga ro'zg'orimizga yetib kelib turadigan passiv daromadni berishga sabab bo'lgan eski tijoratlarimiz bor. Ya'ni men bugun hamma loyihalarim bankrot bo'lsa ham, ishlamasam ham mana oilam, ro'zg'orim, bolam, chaqam o'qishi, ta'minotiga yetib turadigan passiv daromadim borligi uchun hozir nima loyihani boshlasam, o'xshamasa rozi bo'ladigan darajada kira olaman. Lekin tajribam borligi uchun uchta xoddan keyin shaxmat o'ynaydigan odam, biladigan odam bilan bilmaydigan odam farqi bo'ladi-ya. Masalan, men bilmayman, siz bilasiz. Men boshladim. 3ta birinchi xodimdan bilasiz meni darajam qanaqaligini. Yaxshi emasligini. Ya'ni bizda tijoratda mana shu shaxmatni o'ynash tajribasi bir 30 yillik insonga o'xshab, tijoratning ichidagi 30 yillik tajriba yig'ildi. Shuning uchun bugun sizlarning avlod nimadir tijorat boshlayman desa, nechta xoddan keyin qanaqa xatosi kelishini tepadan ko'ra oladigan tajriba yig'ildi. Lekin sizlardagi avlodning zo'r joyi bugun yangi chiqayotgan etik, искусственный intellektlar, sun'iy intellektlar, boshqa o'xshagan yangi bilimlarni bizdan ko'ra tezroq o'rganib, tezroq moslashtira oladigan tajriba bor. O'shancha aytmoqchi bo'lganligim, ikkalasini bir ham tajribani, ham yangi bilimni birlashtirgan loyihalarni umri
uzoq bo'ladi. Tajribani gapi shu bo'ladi. O'shaning uchun ishonch bo'yicha Xudoga shukr, ishonch, tajribani gapini ishonchi o'zimiz bilan ketaverar ekan, o'lgunimizcha birga ketar ekan. Shogirdlaringizga, farzandlaringizga yoki endi tadbirkorlikni boshlayotgan insonlarga eng top 3 ta maslahat. Farzandimga aytadiganimni kredit olmagin deyman. Yetdi. Ayniqsa dollardagi valyutadagi kreditlardan ehtiyot bo'lgin deyman. Bizga eng katta xizmatga tushgan xatolarimiz shu. Tez boyib ketaman, tez zo'r bo'laman, tez biznesda mana bunaqa besabrlik qilib 1 yilda ham zo'r bo'lib ketmaydi, 5 yilda ham zo'r bo'lib ketmaydi. Ishoning, 5 yilda ham wow, chunki bugun ijtimoiy tarmoqlar shunaqada, birovni dalasi birovga yashil ko'rinadi. Hamma birovni ko'rsa, hammaning hayoti zo'r, bitta meniki yomon deb o'ylaydi. Farqi yo'q, u chet elga borayotgan yoshlar bo'ladimi, kimdir mashina olgan, kimdir telefon olgan. Xuddi birovning hayoti birovga chiroyli ko'ringandek, birovning tijorati ham birovga chiroyli ko'rinadi-da. Ayniqsa mana farzandlarimiz, tengi yigit qizlar bugun birovning qo'lida ishlamasa-yu birdaniga biznes ochsam deydi, eng katta xato shu yerda bo'ladi. Men aytamanki, yo'q, nima biznes ochmoqchisan? O'shanaqa biznesga borib 2 yil, 3 yil, 4 yil bo'lsa ham tajriba ol deyman. Institutga ham borib 4 yil vaqting ketadi-yu o'qishga deyman. Nima biznes boshqasi? 4 yil, 5 yil o'rgan, 25 yoshgacha o'rgan, 30 yoshgacha o'rgan. Odatda eng zo'r muvaffaqiyatli biznes egalarini O'zbekistonda qarasangiz, 30 bilan 40 yosh orasida bo'lgan. Hech kim 30 yoshgacha millioner bo'lgan nimalar sanoqli. Ja bo'lsa Thomson, Cambridge yuksalishga o'xshagan bir 3-4 ta najot ta'limga o'xshagan bir 10 ta 15 ta loyihani aytmasangiz, lekin oyoqqa turgan loyiha egalari 30 bilan 40 yosh orasidagilar. Tizimli zo'r olib ketayotganlar 40 plus 50 ga qarab ketaveradi. Lekin o'sadigan davr 30, 35, 40 yoshga qarab o'sadi. Shuning uchun 20 yoshda tez biznes ochaman demagin. 25 yoshgacha undan ko'ra birovni biznesga kirib, birovni puliga xato qilib o'rgangin deyman. Mana siz kelib ko'rsatuv qilyapsiz, zo'rligi sizga hamma xarajatni ham, kamerani ham, boshqani ham oyligini cho'nchagingizdan to'lamaysiz. Bank to'laydi, siz maza qilib ijodingiz qilasiz. Maza qilib birovni hisobidan ijod qilinglar. Maza qilib birovni hisobidan o'rganinglar va yana ham o'rganasiz, ham stipendiya olaman deb qaranglar. 5 million, 10 million oylik olayotgan bo'lsanglar, ko'zingizga kam ko'rinadi, lekin men ham o'rganyapman, ham 5 million, 10 million stipendiya olyapman deb qaranglar deb aytaman. Lekin 5 ta odamni boshqarish, 10 ta odam boshqarish, 50 ta odam boshqarishni bilsanglar, odatda bank bo'ladimi, har qanday tadbirkorlar bo'ladimi, davlat tashkiloti bo'ladimi, bunda qarasangiz, karyera qilib rahbar odamlar 30 plus yoshda bo'ladi. Chunki rahbarlik u boshqa qobiliyat. Mana hozir syomka qilish qobiliyat bitta narsa, intervyu qilish boshqa bitta narsa. Lekin 5 ta odamni boshini birlashtirib, mana siz kelasiz, mana shu loyihaga rahbarsiz. Shuni natijaga olib chiqishingiz uchun balkim 5 yil oldingi siz bilan bugungi sizni farqingiz bo'lgandek, 5 yildan keyingi sizni farqingiz 5 ta odam emas, 50 ta odamni boshqara oladigan mas'uliyatni ola olsangiz, siz kerakli rahbar bo'lasiz. Siz 5 million, 10 million emas, 20 million desangiz ham oylik to'laydi. 30 million desangiz ham oylik to'laveradi. Bir xil biznes egalari, omma tadbirkorlar oyiga 30 million dividend ham ola olmayapti hozir. 30 million degani balkim 2,5-3 ming dollar. Tadbirkor har oy o'ziga yecha olmayotgan tadbirkorlar juda ko'p. Aboroti balkim 100 milliondir, 200 milliondir, milliarddir, lekin ba'zida ishoning o'ziga bir qoyillatib 3 ming oyiga dividend ola olmayotgan tadbirkorlar soni bugun 90%. 1000, 2000 manga yozib qo'ydi olar, lekin u olgani hali dividend degani emas-da, u balkim klient pulini olib yeb qo'ygandir, xodimni pulini yeb qo'ygandir, nalog pulini yeb qo'ygandir. Ya'ni bo'ynida qarz yig'ilishi boshlaydi. O'shaning uchun tajriba. Aytadigan gapimiz tajriba olish kerak, maktab ko'rish kerak. Bugun siz ko'pchilikka maslahat berasiz. Siz o'zingiz oxirgi marta kimdan maslahat olgansiz? Men hozir ham siz kelgunizcha pulli dars olib ko'ryapman. Maslahatga inson kibrli bo'lish kerak emas-da. Kerak bo'lsa, men hozir bir haftalik dars $900 ga sotib oldim. Onlaynda ko'ryapman. Sizdan oldin shogirdlarimiz o'tiruvdi. Ertaga payshanba kuni ham bitta dars bo'lar ekan. $390 ekan. Xodimlarga oylikni belgilash tizimini ilmi deyapti.
Rossiyadanmi, Ukrainadanmi, chet eldan turib nima qiladi. Necha pul desam, onlayn darsini o'zi $390. Uni ham sotib olgan, uni ham bilaylik deyapman. Yoki tijoratni tizimli boshqarish ilmi bo'yicha men oxirgi 2-3 yilda $40-50 ming pul sarflab o'qidim. Onlayn darslarga $40-50 ming pul sarflab o'qidim. Va shu bilimlar orqali o'sha $600 ming qarzimni yopdim. Mana shu majburiyatlari. Bu degani bu hammasi maslahat. Bu hammasi maktab. Maslahatni kattadanmi, kichkinadanmi inson ochiq bo'lish kerak. Bizda hozir ko'rsak, masalan, ancha vaziyat o'zgardi-yu. Oldin mana shu bilim desa, trening desa, tadbirkorlarimiz ko'p ensasi qotardi. Infolovlardirdi, boshqadirdi. Lekin bugun o'sha ko'p tadbirkorlar sdayotsa v arenda bo'lib qoldi. Joyi, ya'ni tizim oldin ishlagan bilimlar ishlamadi-da. Bozor qoidalari o'zgarganligi uchun bugun har bir tadbirkorlar borki, o'zini ilmini ustidan ishlayapti. Ishlamayotganlari tijorati yurmayapti. Chunki tijoratda xodimni boshqarish bo'yicha ham ilm kerak, buxgalteriyani boshqarish ham ilm kerak, marketingga ham ilm kerak, savdosiga ham ilmi kerak, ishlab chiqarishiga ham, xizmat ko'rsatishiga ham, nalogini boshqarishiga ham, tizim qilishiga, ya'ni har bir narsa ilmga taqaladi. Ilm bu maslahatda, yo pulni to'lab maslahat olasiz, yo konsultatsiyaga borasiz, yo boshqa qilasiz, yoki o'zingizdan aqlli bo'lgan odamlar yuradigan biznes klublarga qatnashasiz. Bugun zo'rligi podkastlarni ko'rasiz. Tadbirkorlar bugun kamida 30% vaqti ilmini oshirishiga, samoobrazovание deydi, ya'ni o'zini ustidan ishlashga ketish kerak. Bu yo tekin podkastlar, internetda, YouTube'da, Instagramda, yoki pulli treninglar, yoki biznes klublar. Yoki o'zini sohasidagi seminar bo'ladimi, konferensiya bo'ladimi, выставkalar bo'ladimi, yurib ochirish kerak. Bu hammasi tadbirkor ikkita narsasiga da'vogarlik qiladi. Vaqtiga va puliga. Ham vaqtini, ham pulini to'g'ri boshqarmasa, tadbirkor ortda qolib ketaveradi. Bu ipodromga o'xshaydi. Shu tez yuravermasiz, ya'ni siz raqobat katta bo'lgan sohada siz qila olgan ishni bugun hamma qila oladi. Mini marketni hamma ocha oladi. Nimadir o'quv markazingiz hozir kelibsa, sizlar tengi yosh yigit qizlar ham bemalol ocha oladigan davr. Faqat o'sha gap vaqtingizni, pulingizni yoki korxonangizni vaqtini va pulini, xodimlarning vaqtini va korxonangizni qo'lidagi bor resursni to'g'ri boshqarib, plyusga chiqish. Daromad va xarajatlar. 100 so'm daromad qilib, 80 so'm xarajatda o'zingiz 20 so'm foyda bo'lsa, oylik arenda hammasini berib, nalogini berib, ortib 1 so'm qoladi, 2 so'm qoladi. Qolsagina siz plyusda bo'lasiz, o'saverasiz. O'shani noto'g'ri boshqardingizmi, o'yindan chiqib ketaverasiz. Keyin boshingiz qotib, kreditni yopa olmay, zalog ham ketadi, sog'liq ham ketadi, umr ham ketib qoladi. Hayotingizdagi qaysi xato uchun bugun minnatdorsiz? Hamma xato uchun minnatdormiz. Xatolar ko'p bo'lgan. Xatolar ko'p. Xatolar etdim-ku. Bizni o'ldirmagan xatolar bizni kuchli qiladi. Bizni raza o'ldirmagan xatolarimiz ko'p bugun. Tijoratdagi xatolar bosmagan panshag'amiz qolmagan tijoratda. Xodimlar bilan xatolar, qarzlar bilan xatolar, moliyaviy xatolar, marketingdagi xatolar, sotuvdagi xatolar, organlar bilan ishlash xatolari, tijoratda tekshirmagan organ qolmagan bizani. 90-yillarda tijorat boshlagan bo'lsak, militsiya ham kelardi, SES ham kelardi, pojarniy ham, nalogi ham, prokuratura ham, SMBSgacha kelibsa, ishimiz tushib, sig'ini sovug'ini ko'rib chiqib, shu bizni o'ldirmadimi? Bizni demak shu tajribali qildi. O'sha bizni tajribali qilib, bugun har bir narsaga bir hikmat bor ekan. O'sha yerdagi menga bo'lgan sinovda bir hikmat bo'lgan ekan. O'sha paytdagi yo'qotgan pulimda, yo'qotgan bir million tijoratimda, bir bankrot bo'lgan loyihalarimda men o'sha payt siqilgan edim. O'sha payt o'zimcha bir narsa qilgan, lekin bugun hikmat bor ekan. Bu tajriba ekan. Tajriba maktab bo'ldi degan ma'noda yangi loyihalarni yangi bilim bilan qildik. Endi faqat bugun undan xulosa nima? Unaqa tajribaga kelish uchun xato qilishingiz shart emasda. Shu xato qilgan odamlarni podkastini eshitib, tetuda ni hadid, tesuda hadid degan gapini olsangiz ham qimmatga tushgan xatolarni bugun arzimagan pul bilan balkim darsini xarid qilib shu insonlarga, kitobi bo'lsa kitobini olib, podkasti bo'lsa podkastini eshitib, klublar bo'lsa klublarda o'tirib eshitish
выгодный davrda yuribmiz. Chunki tadbirkorlar bugun bitta to'g'ri qarori bir yilda 10 ming, 20 ming, 50 ming, 100 ming dollar moliyaviy bir ijobiy plyusga foydaga olib chiqishi mumkin. Bitta noto'g'ri qarorlar 1000, 5000, 10 ming, 20 ming, 50 ming, 100 ming dollar xatoga, minusga olib kirib ketish hech gap emas. Bir yilda. Ya'ni bir yillik xatolarimiz yo to'g'ri qarorlarimiz 50 ming, 100 ming dollar korxonani foydaga olib chiqadi. Yo noto'g'ri qarorlarimiz 50 ming, 100 ming dollar ziyonga olib chiqadi yoki nolga yurasiz. Ana shuni bilim bilan qila olgan odam xatoni oldini olishga harakat qiladi va nima qilsam plyusga yuraman. Buni ilmini ustoz ko'rilsa, hali aytdim-ku 30 yoshgacha ustoz ko'rish muhim. Kimnidir qo'lida ishlab, tizimli tijoratda, tizimli korxonalarda ishlab, odamlar bilan bo'lgan munosabat, xodimlar bilan bo'lgan munosabat, ko'cha bilan bo'lgan munosabat, klient bilan bo'lgan munosabat, ya'ni davlat nalogi bo'ladimi, boshqa nimalari bilan bo'lgan munosabatni ichidan o'rgangan odam, mayli birovni qo'lida ishlab 30 gacha ishlab bo'lsa ham 30 dan keyin nima tijorat qilardim yoki 25 dan nima tijorat qilardim, har yili xuddi tajriba ilm o'g'irlagani kirgandek o'rgansa, xatosini qiymati kamroq bo'ladi, yutug'ini ehtimoli kattaroq bo'ladigan xulosa bor. Husan aka, so'nggi savollarimizdan bittasi, aynan hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarga boyib ketish haqidagi illyuziyalarni singdirayotgan videolar yoki insonlarga qanday qaraysiz? Boy bo'lishga xohish bu yaxshi xohish. Inson boy bo'lish kerak. O'zbeklarimiz boy bo'lish kerak. Musulmon odam boy bo'lish kerak. Boy bo'lishga bo'lgan ehtiyoj, orzu, maqsad bu yaxshi orzu, maqsad. Yo, yema, ichma, bo'l baxil. Boy bo'lmasang men kafil deb baxillik ham kerak emas. Yo, sabr qil, qanoat qil deb faqat hali nimani ham sindirishadi. Lekin boy bo'lishga bo'lgan ehtiyojdan noto'g'ri foydalanadigan ahmadboylar ko'p bo'ladi. Noto'g'ri foydalanadigan mashinniklar bugun ayniqsa kiber nimada yolg'on mana pul tiking deb haligi odamlarni aldaydi. Ya'ni mana nimadir arzonroq ko'rsatadi yoki nimadadir ko'proq pul topish imkonini beradi va odamlarda haligi rus tilida alchnis degan ibora bor. Ochko'zlik, ya'ni yoki bir mana shu ko'ziga katta pulni ko'rsatgandan keyin va'da qilgandan keyin oson pul va katta pulni ko'rsatgan odam uy joyini ham sotib Ahmadboyga olib borib bergan-ku. Mana shunaqa narsalarga ishonish kerak emas, ertaga bo'ladi, ko'p bilan bo'ladi. Sekin bilim bilan, tajriba bilan keladi. Birdaniga ko'p pul bilyapman. O'shuning uchun odamlar lotereyaga ishonadi. Lotereyada milliontadan bitta odam yutadi. Hamma yutgan odam ko'radi, lekin milliontadan 999 mingta yutqizgan odamni ko'rsatmaydi lotereyada yutadiganlar. Sen 999 mingta uxlaydigan odamning ichida bo'lasan demaydi-da. Sen ham yutishing mumkin deydi va o'shanga kambag'al insonlar o'sha lotereyaga ishonaveradi. O'shaning uchun o'shanaqa pastroq qatlamda oilaviy qiyinchilikda o'sgan odamlar unaqa ertaklarga ishonish ehtimoli ko'proq bo'laradi. Nimaga zo'r tadbirkorlar bor, ikki qo'llab Ahmadboyga pulni olib bormaydi? Chunki biladi, что lattanakida kelyapti. Nimadir yolg'on bor. Nima unaqa bo'lmaydi tijoratda. Hayotda 2x. Masalan, hozir men sizga pul bering, bir yilda 100 ming dollar, 200 ming dollar qilib beraman dedim-mi Ahmadboyga? Shubhalanishingiz kerak. Hatto 100 ming dollaringizga oyiga 4% dollarda va'da qildimi kimdir 48% yiliga? U shubhali proyekt. Unaqa pul yo'q. Tijoratda katta sizga masalan menga pul tiksangiz, men yana sizga 48 yo 50% yiliga va'da qildim, u shubhali proyekt. Chunki siz 100% pul ishlashingiz kerak. O'zingizga ham 50 ga 50 ishlaganingiz 50% sizga, 50% menga berishingiz uchun. Unaqa proyektlar kam. Uni o'zingiz ishlab qayerdadir olib sotib сделка qilishingiz mumkin, lekin birovni pulini olib, hatto bankdan 30%, 36% ga pul olib ham pul qilish ehtimoli juda shans kam. Unaqa davrlardan 90-yillardan o'tib bo'ldik. Nimani olib kelsiz 100 so'm olib kelib 200 so'm sotadigan davrlar qolmagan. Hozir raqobat shunaqa narsaki, 100 so'mga olib 120 so'm sotsangiz ham kimdir 100 so'm olib 115 so'mga sotadi. Marja degan narsa kamaygan. Lekin o'sha 15% ichida
arenda, oylik, nalog, kredit hamma narsani to'lab plyusga chiqish ehtimoli juda kam. O'shaning uchun ertagiga ishonish kerak emas. O'shaning uchun men tijorat ichida ham tadbirkorman, ham moliyachiman. Qarab, har doim qimmatga tushgan xatolar bor-ku gendagi. Risklarga ehtiyot bo'lamiz. Hammamizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat. Alloh manfaatli qilsin. Boshlagan loyihalar bardavom bo'lsin. Men shu o'rinda aytib buni Davrbank loyihasi bo'lganligi uchun men bugun yo'q demadim. Chunki men 2005-yillardan beri adashmasam Davrbank bilan birga ishlaymiz. 2005-2006-yillar adashmasam o'tuvdim. Bu bankka biz juda eskidan do'stona munosabatimiz bor. O'zbekistonda tadbirkor sifatida ishlamagan bankimiz qolmagan. Xohlagan bank, bu Kapital bank bo'ladi, Asaka, Ipak yo'li, biznes banklar bo'lardi. Hammasi, ya'ni ishlamagan deyarli menimcha bankimiz bo'lmasa kerak, lekin men o'zim oxirgi 20 yildan beri birgalikda mana shu bankda mijoziman. Ko'p loyihalarimiz, hatto mana shu faktor biznes loyihalarimizni hamma hisoblari shu bankda bo'lganligi uchun jamoada, o'sha rahbariyatda shaxsan men hurmat qiladigan yaxshi insonlar ishlaydi. Ko'pincha ishimiz tushganda haqiqatan ham bizga yordami tekkan, hamkorligimiz yaxshi bo'lgan va men har doim xohlayman yaxshi yo'nalishlarda ishlari yaxshi bo'lsin. Sizlarga o'xshagan mana shunaqa yaxshi loyihalarni boshlanishida bir sababchi bo'lishibdi. Men xursand bo'laman. Xudo xolisa bardavom bo'lsin. Alloh yuzinglarni yorug' qilsin. Boshlagan ishinglar xayrli bo'lsin. Rahmat. Rahmat kattakon.